Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Andijondagi birinchi rasmiy diler Cherry, mana ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Andijondagi birinchi rasmiy dilerda Chermetdagi salonimizga hozir kirib, bir qator mashinalarimizni obzorini qilamiz. Qanaqa usulda xarid qilsa bo'ladi, qancha kunda va qanaqa dokumentlar kelishini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Kelarasizlar. Ko'rib turganinglardek, avtosalonimiz har kuni ishlaydi, dam olmaymiz. Ertalab 9:00 dan 20:00 gacha ish faoliyat olib boramiz. Salonimizga xush kelibsizlar. Bemalol. Avtosalonimizda hozir mashinalarimizni ishida bor. Qaysi mashinadan ko'rsataylik, operator ayting. Xo'p, birinchi 7 Pro dan boshlaylik. Hamma mijozlarimiz yoqtirgan Tigo 7 Pro avtomobilimiz. Imенно bu premium 344 million so'mlik pozitsiyasi. Avtomobilimizda 1.5 turbina dvigatel bo'ladi, 147 ot kuchi, shahar ichiga 7-8 litr rasxod qiladi. Variator korobka bo'ladi. Avtomobilimiz eng full pozitsiyasi hisoblanadi. Bir qator ichlarini ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimiz ichlari to'liq ekokojet bilan qoplangan bo'ladi. Panorama tomlari bo'ladi. 360 gradus kamera, беспроводной zaryadka, sidenyalarda ham pamyatlari bo'ladi. Sidenyalari elektronniy bo'ladi. Mana. 2 kishilik pamyati bor, rullari elektronniy bo'ladi. Barlarida xolodilniklari bo'ladi, klimat kontrollari bo'ladi va bu avtomobilimiz oilaviy bo'ladi. Agarda imенно shu iyun oyida oxirigacha shu avtomobilni xarid qilsanglar, chiroyli bonuslar bilan qilib beramiz avtomobilni. Bir qator orqa bagajlarni ham ko'ramiz. Orqa bagajlari elektronniy bo'ladi. 472 litr hajmda bo'ladi. Polna razmerka zapaska baloni bo'ladi. Mana balonlarni ko'rishingiz mumkin. O'ziniki bilan bir xil bo'ladi. Plus bu elektronniy bo'ladi. Xavfsizligini ham ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Qisib qolmaydi, shunday bosasizlar yopilib ketaveradi. Avtomobilimiz o'zimizda Jizzaxda sborka bo'lyapti. 5 yil yoki 150 ming kilometr garantiya beramiz va undan tashqari o'zimizda rasmiy servisimiz bor. Plus hamma zapchastlari уже наличиеda bor. Bunaqa zapchast masalasida qiynalmaysizlar. Xo'p, endi orqa sidenya bo'yicha bitta o'tirib ko'rsatsangiz, tor yoki kengligini. Mana bu sidenyamiz hozir maksimal oxirida turibdi. Menga bemalol joy bor. Orqasida undan tashqari podlokotniklari bor. To есть oilaviy ketsanglar, podstakanniklari bor. Qo'linglar qo'yib ketsanglar bo'ladi bemalol. Keyin orqamizda sidenyamizga abagreeflarimiz bor, plus deflektorlarimiz orqaga ham bor. Boraveradi, bemalol havo keladi. Qishda ham issiqini, yozda muzdekini ketasizlar. Zo'r. Bemalol yosh katta odam ham, yoshroq odam ham qanaqa tuzilishda bo'lishidan qat'iy nazar bemalol sig'adi. 7 Pro haqida yana nima aytmadik? Imенно bu 7 Prolarimizni xarid qilish bo'yicha fin produktlarimizni ham aytib o'tsak, avtomobilimizni bunisining tan narxi 344 million 900 ming so'm bo'lsa, 25%, 30% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha imtiyoz foizlarda avtokreditga xarid qilsa bo'ladi. Undan tashqari 30% ni to'lab, minimum 30% bilan 1 yildan 3 yilgacha rassrochkamiz bor. O'zingizlar nomingizga chiqadi, ya'ni foizsiz bo'ladi. Undan tashqari minimum 30% bosh to'lov bilan 4 yilgacha lizing asosida xarid qilsanglar ham bo'ladi. Agar avtokreditga sotib olmoqchi bo'lsam, eng kami 25% bilan. Eng kami rasmiy ish daromad bo'lsa, 15% boshlang'ich to'lov, 20% boshlang'ich to'lov qilsa bo'ladi. Yo'q, menda rasmiy ish daromad yo'q desa, minimum 25-30% to'lov bilan 5 yilgacha hech qanaqa ish haqqisiz biz rasmiylashtirib beramiz. Kelsa, hamma dokumentni o'zimiz qilib beramiz. Undan tashqari agar shu avtomobilga qiziqsangiz, haydab ko'rmoqchi bo'lsangiz, salonimizga kelsangiz, adresni yana to'liq oxirida tushuntiramiz. Salonga kelib haydab ko'rsangiz bo'ladi. Test drive'larimiz bor. Navbat kutmayman, mashina sotib olganman. Yo'q, наличиеda tayyor nechta kerak bo'lsa shuncha qilib beramiz. Hamma rangidan bor. Ko'pchilik beradigan savol, masalan, mokriy bo'lsa, oq bo'lsa, qora bo'lsa, rangida narx o'zgaradimi? Yo'q, narxi o'zgarmaydi, rangi o'zgargani bilan o'sha narx qoladi. Faqat pozitsiyasi o'zgarganda luxury bilan premium bo'ladi. Shunaqa holatda o'zgaradi. Shu 7 Pro deb gapirganda bir qator birinchi pozitsiyasini ham ko'rsatib o'tib ketmoqchiman sizlarga. Mana bu yerda 7 Pro birinchi pozitsiyasi ham bor. Ko'pchilik qiziqadi, nima farqi bor ikkalasining o'rtasida? Birinchida narxida 311 million 900 ming so'm turadi. Avtomobilimizda panorama tomi bo'lmaydi. Panorama tomida farqi bo'ladi. 360 gradus kamerasida bunda zadniy kamera bo'ladi. Keyin pamyat sidenyasida farqi bo'ladi. Salon atmosferniy podsvetkasida farqi bo'ladi. A tak dizayn bo'yicha bir xil bo'ladi.
Dizaynlari bir xil, salonimizni ichki interyerlari bir xil bo'ladi. Bunda ham barida xolodilnik, klimat kontrollarimiz bo'ladi. Shu беспроводной zaryadkalari bo'lmaydi. Ada katta kichkinaligi bir xil. Bir xil. Da. Zo'r. Xohlasangiz mana oq rangini ham bir qator ko'rsatayım. Birinchi, ikkinchi pozitsiyasini ham bir xil holatda xarid qilsa bo'ladi. Xuddi shu men oldin aytib o'tganlarimizga. O'rtada savollaringiz bo'lsa, bu yerda nomerlar qoldiramiz. Shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Avtomobilimiz 2025 polni yangilangan varianti. Endi ikkinchi mashinamizni hamma yaxshi ko'rgan Ariza 6 Pro ga o'tamiz. Ariza 6 Pro'mizni bu yerda eng full pozitsiyasi bor. Mana 279 million 900 ming so'm turadi avtomobilimiz. Narxi, tan narxi. Avtomobilimiz hozir eng bu full pozitsiyasi. Bu avtomobilimizda ham 1.5 turbina dvigatel, Bruce Creta ot kuchi. Shahar ichida bu ham 7 litr rasxod qiladi. Salonlarini ko'radigan bo'lsak, bu nima tashqi ko'rinishdan diskasi 17 razmerda quyma diskalar bo'ladi. Сразу yana bitta funksiya бесключевой dostuplari bo'ladi. Slipoy zonalari, bir qator slipoy zonalarini ham ko'rsatib beramiz. Ichki dizaynni. Mana. Hozir bir qator ichki dizayn, eshikni ochganda podsvetkalari bo'ladi avtomobilimizda. Salonlari ham ekokojadan bo'ladi, joystiklari elektronniy bo'ladi, lyuklari bo'ladi, klimat kontrol, to'rala sideniyamizda isitish tizimlari mavjud, rullari elektronniy bo'ladi. Avtomobilimizda kruiz kontrol hamda adaptivniy kruiz kontrollarimiz bor. Ya'ni palas ushlaydi, masofa ushlaydi, avtotormojeniyalarimiz bor. Orqalari ham keng, mana orqasiga ham o'tirib beraman. Orqalari ham juda ham keng bo'ladi. Bu avtomobilimizda ham orqa sideniyamizda ham obogrevlarimiz bor. Undan tashqari orqa sideniyalarimizga ham deflektorlari bor. Ya'ni qishin yozin maza qilasizlar. Keyin eng zo'r fakt, bu avtomobilimizda 10 ta airbag bor. Ya'ni podushka безопасности. O'zbekchasiga nima bo'ladi? Xavfsizlik yostiqchalari 10 ta bo'ladi. Avtomobilimizning bagajlari ham o'zi ochiladi. 482 litr hajmida bo'ladi. Ha, eng ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, bularga propan qo'ydirsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. O'zimizda, salonimizda, servisimizda garantiya bilan o'rnatsanglar bo'ladi. Bu avtomobilimizga ham 5 yil yoki 150 ming kilometr garantiya beramiz. Xuddi shunaqa, buni ham xuddi shu Tigo 7 ga o'xshab xarid qilsanglar bo'ladi. Kreditga ham, рассрочкаga ham, lizingga ham, naqd pulga bu avtomobilimizga 25 million foydasi bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Naqd pul asosida kelsanglar 254 million 900 ming so'm bo'ladi avtomobilimizning narxi. Undan tashqari Ariza 6 Pro da Comfort degan pozitsiyasi bor va Life degan pozitsiyasi bor. Ya'ni atmosferli и lyuksiz turbina variantli pozitsiyalari ham mavjud. Buni ham salonga kelib, test drive qilib, minib ko'rsanglar albatta bo'ladi. Xo'sh, bugungi obzorimiz tugadi. Bir qator sizlarga to'liq adresimizni tushuntirmoqchiman. Andijon xalqaro aeroportining to'g'risidagi Chermet ko'cha, to'g'risida kelsanglar, ikkita zapravka keladi. Lukoil bilan Dibo. Shu Dibo zapravkadan o'ngga burilasizlar. Agar Visus klinika tomonidan kelsanglar, Visus klinika tomonga Visus klinika o'tadi. Keyin Andijon shahar gaz bor. Shunda o'tsanglar, svetofor keladi. Shu svetofordan chapga burilasizlar. Yana ham to'liqroq bo'lsa, Andijonda Sizen zavod bor, Ustonxo degan shu zavod ko'chasida Andijon Irmashda ro'parasida. Bitta Andijon Irmashda ham ko'rsatib qo'yamiz. Andijon Irmashda ham bilmasanglar, bu yerda Tamojani ko'chasi ham deb ko'pchilik biladi. Shu desanglar yoki da lokatsiyaga Cherry Andijon desanglar, biz avtosalon chiqadi.